Ilon yilda tug'ilgan ijodkorlar safiga qo'shiladigan yana bir mehmonimiz bor. Bu yil ilk muchalni qarshi oladi. Keling uni taklif etsak. Assalomu alaykum. Assalomu Kela qoling, kela qoling. Assalomu Alaykum assalom. Keling. Tanishamizmi? Ha, albatta tanishamiz. Meni ismim Sevara. Men 5-sinfman, 11 yoshdaman. Hozircha 11 yoshdasiz, kuzda tug'ilgan kuningiz bo'ladi. Ha. Kichik albatta. bloger, ha? Instagramda faolsiz. Ha. O'zlarini tutishdan ham sezilib turibdi. Kameradan qo'rqmaydigan va o'zini yo'qotib qo'ymaydigan qiz. Qo'shiqlar kuylaydi. Shunaqami? Albatta. Bu yurak seni izler hamon. Telbalarcha sevdim ey yaron. Ne qilay aytgin ey janon. Seni esitar bu yomg'ir hamon. Ko'plab tanlovlarga akajonim olib boradi. Akajonimga avvalambor kattakon rahmat aytaman. Xafa qilib qo'ysam ham, lekin har doim meni tarafimni olib yuradilar va meni har doim ko'nglimni ko'taradilar. Siz urushqoqmisiz? Akangiz xafa qilar ekansiz demak. Ha. O'zingizni ko'ryapsizmi hozir bolaligingizni? Ha, men ham- Jahongir aka. Yo'q, lekin Ha. keyin ulg'aygan saram, kattaygan saram bu qilig'im yo'qolgan albatta va akam bilan eng yaqin do'stga aylanganmiz. Meni hozirgi kunga qadar eng qadrdon do'stlarimdan biri akam. O'sha kichkina paytimda Oltin toj teleo'yinini olib borgan davrlarimda men aynan 12 yosh bo'lganman. 12 yoshimda birinchi bor mana shunday katta o'yinni 40 daqiqa davom etardi. Menga ishonib topshirishgan va rulda men turganman. Juda qo'rqinchli bo'lgan, ammo eplaganman desam bo'lsa kerak, chunki reytinglarimiz juda yuqori bo'lgan va mana shu qizimizda o'sha uchqunni ko'ryapman. Xudo xohlasa, akangizni xafa qilmasangiz, hammasi yaxshi Biz bo'ladi. sizni o'sha paytda ko'rib, kelajagingiz borligini bilardik. Katta sahnalardan qo'rquv yo'q, ha? Yo'q, umuman har doim xursand bo'lib chiqaman. Balki bir shingil eshitarmiz. Albatta. Qani aytib bering. Novdalarni bezab g'unchalar tongda aytib xayol totini yor 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 yoring mane har bahorda shu bo'lar takror har bahor ham shunday o'tadi qancha tirishsam ham u beyon yillar meni aldab ketadi yor 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 yoring mane. Ey. Salam. Munosib izdoshmi? Munosib. Asosiysi mana shu uchqunni yo'qotib qo'ymang, o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'ymang, hech narsadan qo'rqmang. Faqat ozginagina tomog'im og'rib turganida, shuning uchun salsa. Ha, bu o'zi san'atkorga tekkan kasal tomoq og'rishi va bahonamiz ham bor. O'zimiz ham bilamiz. Hamma shamollagan hozir shamollash davri hech qisi yo'q, hijolat. O'zingizdan ekanmi, O'tkir aka? Shunaqa. Qo'yil, Talant. Qaysi yilda tug'ilishdan qat'iy nazar aslida yaxshi inson bo'lish, muvaffaqiyatga erishish o'zimizga bog'liq. Endi bir biz yilimiz kelib qopti-da. Ha, bir gapirdik-da deng. To'g'ri, hech kim xafa bo'lmaydi. Bugungi ajoyib kayfiyat va ishtirokingiz uchun rahmat. Kelasi hafta aynan shu vaqtda yana uchrashguncha oqshomingiz xayrli bo'lsin. Salomat bo'ling. Xayr.